Ayollar ham xuddi erkaklardek namoz o'qiydilarmi? Albatta erkaklar va ayollarning namozlarida bir qancha farqlar bor. Bu farqlarni ulamolarimiz hadis shariflarini o'rganish orqasidan bizga bayon qilishgan. Hadis shariflarda keladi, Ummu Dardo roziyallohu anha, mashhur sahobiy Ummu Dardoning oilasi, jufti qo'llarini yelkalari barobarida ko'tardilar degan rivoyat keladi. Bizda erkaklar qo'llar quloqlar barobarida ko'taradi. Boshqa bir hadis sharifda Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, qachon ayollar sajda qilsa, qimtinib o'tirsin, sonlarini qornlariga yopishtirsin. Imom Abu Shaybadan rivoyat qilingan. Mana shu hadis shariflar keladi. Boshqa hadislar ham bor bir qancha. Demak, mana shu hadislarda o'rgangan ulamolarimiz erkaklar va ayollar namozlarida bir qancha farqlarni sanaydilar. Demak, namozga kirishdagi qo'l ko'tarishlari, qo'llarni bog'lashlari, ayollar qo'llarini ko'kraklariga qo'yadilar. Ayollar sajda qilganda tirsaklarini yerga tekkizib turadilar. Hadis sharifdagi ko'ra qornlari, sonlariga yopishgan bo'ladi. Ruku qilganda ham biroz kamroq engashadi erkaklardan. Buni sababi ayollarda satri avrat masalasi, o'sha avratlari ochilmasligi uchun qimtinib, ehtiyotkorona, ya'ni qanday satrliroq bo'lishga harakat qilib namoz o'qishadi. Asosiy bu illat bu yerda shu narsa. Allohu a'lam bis-savob.